Poytaxtimizda sambo bo'yicha Osiyo Okeaniya chempionati boshlandi. Ilk bellashuvlarni erkaklar va ayollar samboning sport va jangovar yo'nalishlarida o'tkazishdi. Shu bilan birga Osiyo Okeaniya sambo ittifoqining kongress yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Osiyo Okeaniya chempionatida ishtirok etish uchun ushbu ikki mintaqani 25 mamlakatidan 600 nafarga yaqin sportchilar yetib kelgan. Ayollar ishtirokidagi jangovar sambo yo'nalishida ham bahslar aynan Osiyo chempionatida joriy qilingan edi. O'tgan yili tashkil etilgan musobaqa bu yil ham davom ettirilmoqda. Birinchi kungi musobaqalarda erkaklar 58, 64, 71, ayollar esa 50, 54, 59 kilogramm vazn toifasida samboni sport yo'nalishida bahslarda ishtirok etishadi. Jangovar sambo vakillari esa 88, 98 hamda eng og'ir vaznda erkaklar, ayollar 72, 80 va 80 kilogramm vazn toifalarida bahslarda ishtirok etib qolib va sovrindorlarni aniqlab olishdi. Shuningdek, ilk kungi bellashuvlarda ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi sambochilarning SV1 va SV2 toifasi vakillari ham bahslarda ishtirok etishdi. Kun davomida Osiyo Okeaniya sambo ittifoqining hisobot saylov kongressi ham bo'lib o'tdi. Unda tashkilot rahbariyati va a'zolari, FIAS vakillari va O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Oybek Qosimov ishtirok etdi. Osiyo Okeaniya sambo ittifoqi rahbari Alam Mullayev so'z olib, barchani O'zbekistonda ko'rib turgandan mamnunligini bildirdi. Kongress kun tartibidan o'rin olgan asosiy masala tashkilot rahbarlik lavozimlariga saylovlar bo'lib o'tdi. Alam Mullayev prezident etib saylandi. Tadbir ishtirokchilari uning nomzodini bir ovozdan yoqlab chiqishdi. Mullayev mintaqa vakillari bilan bir oila bo'lib, samboni rivojini yangi bosqichga olib chiqishini ta'kidladi. Yevropa qit'asi eng kuchli qit'a hisoblangan bo'lsa, hozirgi paytda Osiyo va Okeaniya qit'asi yetakchi hisoblanadi. Eng ko'p yengilliklari imенно birinchi marta bizni qit'amizda ko'rsatyapmiz. Bu birinchidan sohil bo'yi sambosi bu birinchi marta ko'rsatadi. Mana shu ko'zi ojizlar, qizlar, mana shu jangovar sambo, mana shu hammasi bizni qit'amizda birinchi marta qo'llanilib, undan keyin butun dunyoga tarqalgan. Men o'ylaymanki, hozir o'ylayapmiz, bir ikkita fikrlarimiz bor. Biz orqa qolmaymiz, faqat oldinga yo'l olamiz. O'zbekiston sambo assotsiatsiyasi raisi Alisher Alimov, vitse-prezident Gonkonglik Suresh Gopi bosh kotib etib saylanishdi. Abdusodiq Nurboyev esa tashkilot moliya bo'limiga rahbar etib saylandi. Yildan yilga Osiyo sambo uyushmasining tarkibi kengayib bormoqda. Mana masalan 24-yilni e'tiborga soladigan bo'lsak, Okeaniya davlatlari, ya'ni Avstraliya, Yangi Zelandiya va o'sha qit'aga tegishli bo'lgan davlatlarda sambo kurashi rivojlanib, federatsiyalar ochilib, bizning tarkibimizga qo'shilib kelmoqdalar. Bu albatta juda ham quvonarli holat. Mana bugungi shu kongressimizda ko'riladigan masala Osiyo sambo uyushmasini rahbari, ya'ni prezidentini saylash, qayta saylash. Hozir mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Aynan shu masalani biz hal etdik. Endi yana bir qator masalalar oldinda, kongressimiz hali davom etmoqda va bugun o'ylaymanki, qolgan masalalarga ham yechim topiladi. Ayrim milliy tashkilotlar onlayn tarzda ishtirok etdi. Tadbir yakunida ishtirokchilar esdalik sovg'alarini almashdi.